Qiruvchi masala. Kimyo olimpiadasi ishtirokchilariga tahlil qilish uchun 5 ta raqamlangan probirkada rangsiz moddalar eritmalari berilgan. Ishtirokchilarda pH indikator qog'ozi va elektroliz apparati mavjud. Eritmalar haqida quyidagi boshlang'ich ma'lumotlar berilgan. Eritmalardagi kationlar davri istimayn 1, 3, 4, 5 va 6 davrlarda joylashgan elementlardir. Eritmalarning pH qiymatlari quyidagi munosabatda. Demak, pH 4 eng kichik, pH 1 eng katta. Laboratoriya kundaligidagi qaydlar. Birinchi eritmaga uchinchi eritma qo'shilganda oq rangli cho'kma hosil bo'ldi. Cho'kma ajratib olingach, qolgan filtrat elektroliz qilinganda elektrodlarda 3 xil gaz ajralib chiqdi. Bu gazlar aralashmasining geliga nisbatan zichligi 7,5 ga teng bo'lib, elektroliz yakunida eritmada kavsik soda qoldi. Birinchi eritmaga 5-chi eritma qo'shilganda sutsimon cho'kma hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan eritma elektroliz qilinganda anodda sarg'ish-yashil rangli o'tkirli gaz ajraldi. 3-chi eritmaga 4-chi eritma qo'shilganda oq cho'kma tushdi va eritmaga o'ziga xos o'tkir sirka hidi taraldi. 3-chi eritmaga 5-chi eritma qo'shilganda oq cho'kma hosil bo'ldi. Ushbu cho'kma probirka qizirilganda eritmada to'liq erib ketdi. 2-chi eritmaga 3-chi eritma qo'shilganda oq rangli cho'kma hosil bo'ldi. Hisob-kitoblarga ko'ra ushbu cho'kmaning molar massasi 245 gramm tasli molga teng. 4-chi eritmaga 5-chi eritma qo'shilganda oq rangli gipс mineral gaz hisoblangan cho'kma hosil bo'ldi. 1-chi eritmaga 2-chi eritma qo'shilganda qora rangli cho'kma hosil bo'ldi. 2-chi eritmaga 5-chi eritma qo'shilganda oq rangli pag'asimon, pishloqsimon cho'kma hosil bo'ldi. Demak, shartlari shunday ekan, har bir moddani aralashimiz kerak. Demak, yechimni boshlaymiz. Demak, birinchi pH qiymatlariga qaraymiz mana. pH 4 eng kichik ekan, pH 1 nima ekan? Eng katta ekan. Demak, bu yerda birinchi davrni kation bo'lgani uchun, demak pH 4 nima bo'ladi? Bilan yozib chiqaylik. 1, 2, 3, 4, 5. Demak, mana bu 4 nima bo'ladi? Kislota bo'ladi. Aniq kislota bu. Endi bir katta ehtimol bilan ishqor bo'ladi bu. Demak, bu katta ehtimol bilan ishqor bo'ladi. Endi gidroz natijasida ishqor muhit hosil qilsa ham baribir haqiqiy ishqorlarday nima kuchli bo'lmaydi u. Shu uchun demak, bu ishqor bo'lishi kerak. Demak, ana endi boshlaymiz. Demak, birinchi kislotani aniqlab oldik. Endi nima degan? 1 ga 3 ni qo'shsak, ana 1 plus 3 ni qo'shsak, oq cho'kma hosil bo'ldi. Ajratib olingach, demak, elektroliz qilinganda, demak, nima qolgan eritmada? Kavsik soda qoldi, deyapti, natriy OH. Keyin nima bo'lgan? 3 xil gaz hosil bo'lgan. Demak, 3 xil gaz hosil bo'lgan, demak, uni o'rtasida ishligi nechaga teng? 7,5 ga teng. Demak, bu katta ehtimol bilan kolba elektrolizi. Demak, katta ehtimol bilan aniq kolba elektrolizi bu. Mana bu yerda sirka hidi ham bor edi, mana. Qayerda edi? Demak, bu asetat iyoni borligini ko'rsatadi. Asetat iyoni borliganda 3 xil gaz ajralganda bu kolba elektroliz bo'ladi. Demak, kolba elektroliziga nima ajraladi? Alkan ajraladi. Keyingisi nima ajraladi? Karbonat angidrid va vodorod ajraladi. Bular nisbati 1, 2, demak 1 bo'lib qoladi. Demak, alkanni M deb olaylik. Demak, M ko'paytirilgan M plus, demak bu 88 bo'ladi. 44 ga böldüğünden 2 plus 2 bo'lingan 4 barobar 7,5 ni 4 ga ko'paytirsak necha bo'lib qoladi? 30 bo'ladi. 126 demak M barobar nima bo'ladi? 30 bo'lib qoladi. Demak, bu alkan nima bo'lib qolyapti? Demak, C2 H6 bo'lyapti. Demak, bu nima ekan? Etan ekan. Demak, etan hosil bo'lishi uchun, demak, bu yerda nima bo'lish kerak ekan? Sirka nima hosil bo'lishi kerak? Asetat ioni bo'lishi kerak-da. Demak, asetat tuzi, qaysidir asetat tuzi, ishqor metall asetat tuzi elektroliz qilinganda keyin etan ajraladi. Endi bu 1 va 3 edi. Demak, 1 va 3 bo'lsa agar, demak, bu ishqor, demak, bu natriy qolgani uchun eritmada, demak, bu natriy bo'ladi, plus. Nima uchun? Chunki eruvchan tuz bo'lishi kerak-da buni. 3 erimaydigan tuz bo'lgani uchun, demak, bu yerda boshqa metall bo'ladi, 1 ga natriy plus bo'ladi. Erimaydigan kationlar nimasi? Ishqor muhit kuchli ishqor muhit hosil qilmaydi. Shu uchun, demak, bu nima bo'ladi? Endi bu natriy OH bo'lishi kerak ko'p ehtimol bilan. Mayli, davom etaylik qani. Endi bu bo'ldi. Demak, birinchi eritmaga qo'shilganda 1 5 ga qo'shilgan. Demak, 1 plus 5 nima bo'lyapti? Sutsimon cho'kma, kaliy OH2. Demak, kaliy OH2 degani uchun, demak, bu natriy OH ekan. Demak, bu aniq nima bo'lib qoldi? Natriy OH bo'lib qoldi. Chunki mana bu yerdagi sutsimon cho'kma kalsiy gidroksid nimadan kelyapti? Birdan kelyapti, ishqordan kelyapti bu. Demak, eng mana bu yuqori bo'lgani uchun, demak, birda ishqor bor ekan.
Keyin nima deyapti? Elektroz qilinganda anodda sariq yashil rangda o'tkirliklar yozilgan. Demak bu xlor bu. Yashil rangda o'tkir. Demak 5 ga demak kalsiy va xlor bor ekan. Demak 5 nima bo'lib qoladi? Kalsiy xlor 2 bo'lib qoladi. Keyingisi demak 3 ga 4 qo'shilganda oq cho'kma tushdi, yetma o'ziga xos sirka hidi chiqdi. Demak bu nima bo'ladi? Asetat yonuvchi chiqyapti bu. Demak demak 3 ga edi. Bu 3 demak asetat yonu bu CH3, CO minus mana bu yerda bu. Demak 3 plus 5. Qo'shaloq oq cho'kma hosil bo'ldi. Ushbu cho'kma probaga qizilganda erib ketdi. Demak bu nima bo'ladi? Qo'rg'oshin xlorid bu. Demak Pb nima ekan bu? Xlor Pb xlor 2 bu. Demak qo'rg'oshin xlorid, demak oq kristal bu. Demak sovuq suvda yomon eriydi, issiq suvda esa nima bo'ladi? Yaxshi eruvchanligi juda yuqori bo'ladi. Demak bu qaysidan kelyapti? Yetma demak 3 plus 5 dan. Demak 5 anobzaga kalsiy xlorid bo'lgani uchun demak qo'rg'oshin yoni 3 dan kelyapti. Demak mana bu nima bo'lib qoladi? Qo'rg'oshin asetat ekan. 2. Pb. Endi qaysi qoldi bizga? 2. Demak 4 va 2 qolibdi. Endi davom etamiz. Demak 3 plus 5 bo'ldi. Qani 3 plus 5? Mana bu ekan. Endi 2 plus 3 oq rang cho'kma hosil bo'ldi. Demak 2 plus 3 demak oq cho'kma. Demak madar massasi berilgan. Hozir buni sof kitob qilib oqtarib o'tgancha davom etib ketamiz. Demak 4 plus 5 qo'shilgan oq rangli gips minerali. Demak gips minerali kalsiy so'ti. Demak 4 plus 5 demak kalsiy SO4. 5 kalsiy xlorid bo'lgani uchun demak SO4 yoni nimadan 4 dan kelyapti. Demak bu kislota bo'lgani uchun bu HKSO4 bo'ladi. Birinchi eritma o'chirgichlar qora rangli cho'kma hosil bo'ldi. Demak 1 plus 2 demak qora cho'kma hosil bo'lgan ekan. 2 plus 5 gacha oq rangli pag'asimon cho'kma. 2 plus 5 demak pag'asimon cho'kma demak kumush xlorid. Demak Ag xlor. Demak 2 ga nima bor ekan? Demak bu aniq. Mana bunga kumush ionlar bor ekan. Ag plus. Endi keyingisi 1 plus 2 qo'shilganda qora rangli cho'kma hosil bo'ldi. Demak 1 plus 2. Haqiqatan ham bu qora rangli cho'kma hosil qiladi ishqor bilan. Nima kumush gidroksid beqaror birikma bo'lgani uchun nima bo'lib qoladi? Endi mana shuni bitta anioni qoldi. Demak buni anionni aniqlasak hal bo'ladi. Endi 245 ga qaraymiz. Demak ushbu cho'kmaning demak 2 plus 3 ekan endi. Oq cho'kma hosil bo'ladi. Buni madar massasi nimaga teng bo'ladi? 245 ga teng bo'ladi. Endi asetat ionlari doim eriydi. Demak bu nima bo'ladi? Ion almashsa qo'rg'oshin bu ham eruvchan tuz bo'ladi. Demak bu qo'rg'oshin cho'kmasi hosil qiladi demak. Demak P bilan cho'kma hosil qilish kerak. Demak kumushning demak 2 ga kumushning eruvchan tuzlari bor. Demak kumushning eruvchan tuzlari qaysilar bo'lishi mumkin? Demak shu yerda yozsak, demak ftoriti eriydi, keyingisi demak asetati, keyin nitrat eriydi. Demak shunday tuz topish kerakki, qo'rg'oshin bilan cho'kma hosil qilsin, kumush bilan anion nima hosil qiladi? Eritma hosil qiladi. Demak bu ftor bo'ladi. Demak bu Ag ftor ekan. Tamom. Demak molar massasi endi buni Pb nima bo'lib qoladi? F2 demak aniq hisob kitob qilib qo'yaylik. Demak bu 208 bo'lsa bu 19 200 bu 207 bo'ladi. 38 qo'shsak nima bo'ladi? 245 bo'ladi. Tamom. Demak birinchi shartini endi bajarsak bo'ladi. Birinchi sharti nima ekan? Demak eritmadagi har moddaning kimyoviy formulasini aniqlang debdi. Demak birinchisi birinchi shartda demak birinchi probirkaga nima bor ekan? Ishqor natriy OH ekan. Demak ikkinchi probirkaga nima bor ekan? Demak kumush ftorid, Ag ftorid. Demak uchinchi eritmada nima bor ekan? Qo'rg'oshin asetat. Demak to'rtinchi eritmada nima bor ekan? Kislota HKSO4. Demak beshinchi eritmada kalsiy xlorid.
Demek tarla jarayonida soda bo'lmachari esa tenglamalarini yozing. Demek reaksiya ikkinchi reaksiya tenglamalari. Demek buni bir ikkitasini yozaylik, qo'ygani ham shunday. Demek birinchi nimada 1 + 3. Demek 1 + 3 nimada? 1 natriy OH plus 3. Demek kloroshan asetat. Demek iyon almashish reaksiyasi bo'ladi. Demek bu Pb OH2 tushadi plus natriy asetat bo'ladi. CH3 CO natriy. Birinchi reaksiya qo'yish. Tenglashtirsak, bu yerga 2 qo'yishimiz kerak. Demak, bu 2 bo'ldi, qo'shim. Xo'sh. Mana bu yerga 2 qo'ysak, reaksiya tenglashar ekan. Xo'sh, demak, ikkinchisi nima ekan? 1 + 5. Demak, 1 + 5. Demak, 1 nimada? Natriy OH plus 5. Demak, kalsiy gidroksid, kalsiy xloridida. Demek yana iyon almashish reaksiyasi kalsiy OH2. Demek cho'kma bo'lib tushadi. Demek plus natriy xlor bo'ladi. Demek 2 qo'ysak reaksiya tenglashadi va hokazo shunaqa ketaveradi. Demak, o'zi bu shart emas, bu reaksiya. Keyingisiga o'taylik, 3-shartiga. 3-shartini ko'ramiz. Xo'sh, demak 1 va 3 eritmalar aralashtirmasidan olingan filtrat elektroliz va nima uchun aynan o'sha xil gaz ajralishi elektron balansi orqali tushuntiring debdi. Demak, 3-shartini ko'ramiz. Demak, nima hosil bo'ladi bu yerda? Kislota hosil bo'ladi, tuz hosil bo'ladi, CO natriy plus demak H2O. Demak, bu elektroliz qilingan vaqtda nima hosil bo'ladi? C2H6 plus karbonat angidrid. Demak, eritmadan natriy OH qoladi plus H2 hosil bo'ladi. Demak, bunga 2 qo'ysak, demak, bu yerga 2 qo'ysak reaksiya tenglashadi. Ana elektron balansini ko'rsatsak, demak, birinchisi CH3CO demak CH3CO demak minus ioni. Demak, bu elektron beradi. Demak, elektron bersa, demak, ikkita nima bo'ladi? C2H6 plus karbonat angidrid aylanadi plus 2 bo'lib qoladi. Demak, 2 qo'ysak reaksiya tenglashadi. Mana bu yerga 2 qo'yamiz. Demak, ikkinchisi demak H2O demak ikkita elektron oladi. Demak, H2 ajraladi plus demak OH hosil bo'ladi minus. Demak, bu yerga 2 qo'ysak, bu yerga 2 qo'ysak reaksiya tenglashadi. Demak, mana bu elektron usuliga ko'rin. Demak, mana bu gazlar ajraladi. Tamam.